Merhaba domlachilar. Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldonbek Jamol bozoridan. Birinchisiga bo'g'oz toza avstriyalik shved, keyin hamdasi shvedga simental gibrid xunojilari chiqdi. Bunisi 8 oylik, bunisi 7 oylik bo'g'oz ekan birinchisiga. Bo'ylarchi buni nima deyapti? Bo'ylari o'ta bahaybat narsalar ekan. Agar bu bittadan ko'p olsa yana ham kengayib ketsa, yoyilib ketsa kerak bu janovar. Bunisi 7 oylik, bunisi 8 oylik bo'g'oz ekan. Domlacha birinchi ekan. Simentalga shved gibrid, uni toza avstriyalik shved ekan. Domlachilar bo'ylari ham bir qaradir oldiga bo'lsa kerak. Bu tarafdan ham baland bo'lmasa agar. Mana. Jupiga 160 million kam bor deyishyapti. 160 million kam bor. Dollarda 160 million kam bor, dollarda. Ularni bo'lgan yo'q hali. 120 ga bordi. Berilgan yo'q. Savdo bo'lyapti ekan. Domlacha 120 ga. Dollarda yevichallarga ko'raga beraveramiz, ha? Bulardan yana bor olsa. Shu yerga nomer qoldiraylik bo'lmasam. 93lik. 93lik 912 93lik 912 6008. Boyga rahmat, bozorga bersin. Rahmat domlachilar, ish qo'llar bo'lsa aloqa ochib ko'rasizlar. Jupiga 160 million kam bor, 120 millionda to'xtab turadi. Savdo bo'lyapti ekan. Kelasi ham birinchisiga bo'g'oz shvedlarimiz. Havasiga kelishadigan bitta like bosib qo'yasizlar. To'liq video YouTube'da Iqboljonov kanalida. Eng gap yo'q.